Qizingni o'qitmaysan biza chachlikka o'ladi. Mana men domla sifatida aytaman. 3-qizimni men medinstitutda o'qitib doktor qilmoqchiman. Ummatga xizmat qilmoqchiman. Sizni onangiz, qizingiz, ayolingizga qaraydigan ayol doktor qilmoqchiman men. Ayollar klinikasi ochmoqchiman men. Nima deysiz shu narsaga? Yomonmi shu? Nabarot mulla qilgandan ko'ra yaxshiroq deb bildim men shuni. Nimaga ayol doktorlarda qiynalganim uchunman. Onamga, ayolimga, opamga ayol temada juda qiynaldim men. Keyin savol berdim o'zimga o'zim, to'xta. Hozir mana shu qizimni o'zim Xudoni tanitib, payg'ambarni tanitib, xaritni tanitib, lekin doktor qilaman men qizimni. Mana kichik qizim doktorlikka tayyorlayapman. Medinstitutda o'qitaman. Boradi, o'qiydi, talaba bo'ladi. Nima bo'ladi? Bu ummatga xizmat emasmi? Ummatga xizmat faqat qorilik bilanmi? Ummatga xizmat faqat domlalik bilanmi? Ummatga faqat domla kerakmi? Qishloqlarga doktor kerak emasmi? Melisa kerak emasmi? Mana hozir ichki ishlar bilan o'tirganimda hojida bizni posbonlarimiz, shular bor, Xudoga shukur tinch yashayapmiz, duo qildilar. Bu to'g'ri emasmi shu? Keling siz bolangizni melisa qiling, men doktor qiling, tasi o'qituvchi qilsin. Qani o'qituvchilar? 4x4 nechisi 17 desa u bola nima bo'ladi ertaga? Xor bo'ladi, qul bo'ladi. Bitta ariza yozsa, ariza yoza olmasa nima bo'ladi ertaga bu bolalarimiz? Ha, musulmon xor bo'lmaslik kerak-ku akalar. Nimaga Uhud jangida payg'ambar alayhisalom 70 ta kamonchilarga, nayzachilarga tog'ning tepasida turdilar. Rasululloh duo qilib, "Ey Xudo, shu jangni yutaylik" demadilar-ku. Duo qildilar, sabablarni qildilar. Turasan shetda dedilar. Ha, ular musulmonlar yutayotganini ko'rib, Rasulullohning gaplariga kirmasdan tushib ketdi. Musulmonlar yutqizdi-ku. 90% yutib bo'ldi jangda. Bu nima degani? Hatto payg'ambar sabablarni qildi. Xandaq jangida Salmon al-Farsi adashmasam radhiyallohu anhu kelib, "Ey Rasululloh, maytga biz chuqur qaziylik, dushman hujumi qiyin bo'ladi, biz shunda yutamiz" dedilar. Payg'ambar bo'lib turib, "To'xta" dedilar. "To'g'ri aytasan" dedilar. O'zlari billa tushib sahobalarni chuqur qo'yladilar. Akop qo'yildi, akop. Juda katta qilib akop qo'ylandi, dushman keldi, to'xtalib qoldi. Shu jangda musulmonlar yutgan. Bunga nima deymiz? Ha, desa Xudodan duo qilamiz, bizning duoyimiz bor. Men duoyimiz yo'q demayapman. Lekin hech nima ish qilmasdan duo qilaverishlik bu Xudoni sinashga kirib qolmaydimi? Bu ahmoqlik emasmi? Uylanmay turib bola so'rashsa, uylansan birinchi. Erga tegmay bola so'rashsa, erga tegsan. Lecheniya olmay shifo ber. Unda tibbiyot qatdan chiqdi bo'lmasa.